tong ham otibdi. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Neo do'stlar. Bugun sizlar bilan Neo YouTube kanaliga yangi videoni olishni davom ettiramiz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan bekorchimiz. Ne? Kim bo'ldi bu? Salom Neo. Salom Jitil tog'a. Menga yordaming kerak. Ha, qanday yordam? Men qo'shni qishloqdan kelgandim. Men sizni o'sha ko'rmagandim. Qo'shni qishloqdagilar seni rosa maqtashdi-da. Nima maqtashdi meni? Bag'riga inson edi. Uyiga kirazaveradi. Menga boshpana kerak, bir kunga oldingda turib turay. Bo'ldi, bemalol turavering. Maylimi? Bemalol kiring mana. Rahmat. Jitil tog'a o'rnash oldingizmi? Neo, uying ishlamayotgan ancha. Bo'lmasa siz turib turing, men bog'imda ishlar qilib kelay. Bo'lmasa shu yerda turib turing. O'ylabsizlarmi do'stlar, menga qo'shni qishloqdan mehmon keldi. Hattoki qo'shni qishloqdan meni maqtashibdi ham. Birinchi ishimni qilib olay, bog'dorchilik, o'zimiz dehqonchilik. Keyin qolgan qilarmiz. Bu yil ham ancha hosilimiz mo'l bo'lyapti. Qaytadan ekib kelamiz. Bu yerga suv ekamiz, albatta sabzi. Kartoshkadan ko'proq foyda qilayotganda, shu sababli kartoshkani ko'proq ekyapmiz. Bo'lmasa biz pullab kelaylik bularimizni. Jitil tog'a turibdimi? Salom alaykum, yaxshimisiz? Jitil tog'a. Bo'lmasa sabzimiz qanchadan bo'lyapti aka? Mana $10 yetadi hozircha. Jitil tog'aga maqtanamiz. Bugun bayram. $36 bo'ldi hammasi. Jitil tog'a shattamisiz? Eshik ochilib qolibdi. Jitil tog'a shattamisiz? Shattaman Neo, keldingmi? $36 bo'ldi bugun hammasi. Bozoring yaxshi ekan-ku, Jitil tog'a, o'zlaringga gaplar, yaxshimisiz? Yaxshiman, yuribman-ku. Boshqa jitillarga ancha o'xshamas ekansiz.
boshqacharoq. Ha, ancha yoshim ham bo'ldi. 35 ga kirib qoldim men ham. 35 ga? Hattoki men endi 18 ga kiraman, siz qanday 35 ga kirasiz? Ha, endi-da bolam. Bolam? Ha, jitil tog'a. Ha, jitillar ichida ikki ottasi o'zim bo'lsam kerak-da. Ha. Jitil tog'a o'zingiz qiynalmayapsizmi ancha? Yo'q, qanday qiynalaman? Ha, hali nima deyotgandingiz? Qo'shni qishloqdagilar sig'dirmayapti deyotdingizmi? Ha, qo'shni qishloqdagilar ozgina kelishmovchilik bo'lib sig'dirishman. Shunga sendan yordam so'rab keldim. Bir kuncha oldingda turib turay. Ha, bemalol jitil tog'a. Shunday 1 daqiqamda tashqariga chiqib kelib. O'lyapsizlarmi do'stlar? Men endi YouTube kanal ochdim. Hattoki qo'shni qishloqdagilar ham meni tanib bo'libdi. Jitil tog'a turibdimi o'zi? Sekin kiraylik, suhbatini olaylik. Bo'lmasa biz jitil tog'ani oldiga kiraylik, o'zi yolg'iz qolmasin. Jitil tog'a turibsizmi? Ha, turibman. Jitil tog'a bo'lmasa yaxshida. Kecham tushib qopti. Mizg'ib olay, men ancha kunim og'ir bo'ldi. Ha, bo'lmasa damin ol, mana mashina o'tiraman. Ha, bo'ldi, bo'lmasa jitil tog'a. Yaxshilab oling. Ha, damin ol. A few moments later. Oyda, ancha sovuq bo'ldi. Qayerdan sovuq kiryapti-kina? Jitil tog'a ishdamisiz? Voy, qayerdan keldi shuncha oltin? Jitil tog'a eshik ham ochiq qolib ketibdi. Jitil tog'a. Mana do'stlar, bizani jitil tog'a tashlab ketibdi va evaziga 15 karat oltin tashlab ketibdi. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqarli bo'ldi degan umiddaman va like va obunani bosish esdan chiqmasin.